Bu videoda biz mana shu narsalarni, mana shunaqa oddiy rezinka yordamida siqib, majaqlab tashlaymiz. Va mana eng kichkinasidan boshlab mana bu seyfga jami. Nima deb o'ylaysan? Mana shu seyfni rezinka yordamida majaqlab tashlaymizmi? Voy bular. Video davomida bu savollarga aniq javob topasizlar. Bo'lmasam boshla. Tushunaman. Oxir betlama videolarimni kam ko'rasiz, chunki o'qish boshlandi, ya'ni ishlar ham boshlanib ketdi. Tushunaman. Va xuddi shu vaziyat uchun menda lifehack bor. Va bu ham bo'lsa, men har doim masalan video qo'yadigan vaqtim 16:00 bo'lsa, har kuni 16:00 da men YouTube kanalimga bitta qarab qo'yinglar, kirib ikkita knopka bosasiz kirasiz. Va agar yangi video qo'ygan bo'lsam, ko'rib like bosib qo'ying va bo'ldi. Va shunda barcha muammolar yechiladi. Va yana xuddi shu paytda sizlarga yangi maqsadimizni eslatib o'taman. Va bu ham bo'lsa 650 ming obunachi va 650 ming obunachidan keyin men O'zbekistondagi ko'zga ko'rgan YouTuber bilan birga video olaman va mini spoiler bu Sadir Tomas, ya'ni ular bilan video olindi va shu paytgacha hali video olmagan inson bilan olaman. Va uni sizlar taniysizlar. Xo'las kimga aytib keladi, sizlarga ham qiziq bo'lishi kerak va shu uchun da'vat obuna bo'linglar. 650 ming obunachidan keyin biz u videoni olamiz va chiqaramiz. Va bu video sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Mazza qilib ko'ringlar. Birinchi bo'lib mana shu apelsindan boshlaymiz. Va bu apelsin uchun mana shuncha rezinka ketsa kerak. Bu tashlang deymiz. Baribir sanab qo'yamiz. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. 1 Boshlanishiga apelsinga rezinkalarni o'rab tashladik. O'zmanchi portlab ketadi. Yana mashincha semizini qo'shamiz. Pastga tushib qoldi. Xo'las, yana mashincha qo'shamiz. Qani. Birinchidan hozir o'sha bu shaklini o'zgartirdi. O'zi hidi chiqotdan suv ham chiqib ketdi. Lekin ehtiyot bo'ling, suv chiqib ketganda ustingizdagi oppoq kiyim rasvo bo'lmasin. Eng qizig'i bor, limon o'ziga shuncha harakat qilamiz-da. Tarvuz bo'lsa nima bo'ladi? Xo'sh, yana qo'shamiz. Lekin haqiqatan shaklini o'zgartirdi. Suv chiqdi. O'rtalib. Oldingmi? Ishtimi o'rtalmadi. 2 bo'linib ketdi. Ming afsuski, apelsin majlanib ketganini Sardor kadrga olmabdi. Agar sizlar uylarda pichoq bo'lmasa, lekin rezinkali bo'lsa, namliq apelsinlarni rezinka bilan ham shaqqa kichik bo'lsa bo'lar ekan. Lekin tam zo'r ekan. Va ana endi navbat tarvuzga. Mashincha rezinka ketsa kerak. Bo'lmasa boshlaylik. Eng qizig'i bor, biz shunchalik shuncha qiynalamiz-da. Qanaqasiga butun seyf portlatamiz. Aytgan joylar albatta shuncha harakatimiz va shuncha xarajatimiz uchun albatta like bosib qo'ying. Chunki men kelajakda eksperimentni ko'proq olmoqchiman. Va aytgancha, bu narsa isrof bo'lmaydi, ya'ni ochilgandan keyin biz hammasini yeyamiz. Ya'ni boyki limonni ham yeylik. Shuning uchun xotir olmaylik. Boshlanishi bor uje. O'ylagandan ancha qiyin ekan. Nima deb o'ylaysan o'tirib? Bu tarvuz uchun qancha rezinka ketadi? Hozircha nechta ketdi? Endi 5 ta rezinka bo'ldi. Deta men o'ylayman 2000 tacha ketadi. 2000 ta? 7 ta arang qildim, men qarang, yarim chiqib ketgan qo'yapti. Bitta o'zim qilishga qiynalganim uchun maqsaddan yordam keladi. 20 minut davomida bu tarvuzni rezinkaga o'rab tashladik, lekin tarvuzni taslim bo'lgisi kelmadi. O'zini eshitdingmi? O'z portlaydi. Tarvuzni ichidan ovoz kelsa ham, lekin tarvuzni baribir portlagisi kelmadi. Boshlash o'zim qo'rib qo'llar anaqa qizarib va shit mas'ul bo'lib ketgandan keyin bolalar qilishyapti va o'sha ozgina qoldi. Hozir o'xshaydi. Nima bo'ldi? Nima suv chiqib ketdimi o'zi? Davay, ozgina qoldi, o'rtoqlar, ozgina qoldi. Va nihoyat men kutgan paytam keldi. O'rtoqlar, nima bo'lgan ichimga qolib tursa. Men kamerani o'rada otdan o'zim o'rtalashga borishim. Men Sardorga qara. Qaraymasha. Demak, tarvuz ham qildik. Va endi nima kerak keyingisiga? Shunday qo'rqib turdim, shunday qo'rqib turdim. Basharaga shu ketmas bo'lganda shunday qo'rqib qochib turaman desam. Va ana endi navbat kolaga. Va ana endi kolani ham shunaqa rezinkadan siqib portlatamiz. Bo'lmasam ketdik. O'ylashim bo'yicha kolani ham portlaymiz. Nima bir eksperiment o'xshashga majbur emas. Biz bor kuchimiz bilan harakat qilib ko'ramiz. Bu tarvuzdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Lekin kolani butilkasiga rezinka kiydirish tarvuzdan ko'ra ancha osonroq ekan. Lekin o'sha yoqqa keldik. O'sha boshlaganimizga ozgina bo'lgan bo'lsa ham, men chuji sekin shaklni o'zgartiryapti va davayki, polning hamma rezinkani kelib zabit qilamiz va kolani ham portlatamiz. Bilet, qo'rqib portlatib, farq yo'q. To'g'risini aytsam, rezinkalarni kiydirib, qo'llarim og'rib ketdi. Buni portlash niyati bormi, yo'qmi? Bola, bosib turdim, hozir qaytaman. Portlash patansiga uchun emas, просто qoldi.
Bu kovani ham portlatish uchun harakatdan to'xtamadik. Va nima deb o'ylaysizlar? Bu video uchun qancha rezinka ishlatganmiz? Javoblarni kommentda kutaman. Hozir qaranglar o'rtoqlar. Turishni ko'rasizlarmi? Numanchi ko'voq ketadi, shuning uchun ham hozir yana bitta mini qo'shimcha eksperiment qilib ko'ramiz. Ya'ni otaman. Ket. Xo'sh. Oh! Faqat gaz chiqdi. Hozir uy! Qopqog'ini ochaymi? Bo'ldi, o'zgardi. Bo'ldi. Turishini qaranglar. Ba'zi hozir rezinka qo'shib atmasi yana shu plastik qopqoq ochib ketib qolgan xuddi shunaqa narsa bo'lardi. O'rtoqlar qaranglar. Ko'la bor, lekin ko'la o'tmayapti. Chunki biz rezinkani shu yerga siqib tashladik. Mana rezinkalarni qaranglar. Va talabot hujjat lak bosib qo'yinglar agarda bu normal lak yaqsa. Keyin biz butun mashinani ham rezinkani siqib portatishganda. Biz ham xuddi shunday qilib ko'ramiz. No, arzon emas, mana shu ko'gillar mana qilsa bo'ladi. Demak, ko'la ham pashti bo'ldi. Va ana endi navbat mana shu koptoga. O'ylashim bo'yicha bu koptoni ham rezinkada ezib portatsa bo'ladi. No, bu haqiqatmi yolg'onmi? Hozir ko'ramiz. No, bo'lmasam ketdik. Koptoni qo'yamiz, xolos rezinkalarni qo'yamiz. No, kopto ham ancha qiyin bo'ladi, menimcha. Xo'p, hozir boshlanishga 2-3 ta o'tkazib olsak, avval shakli kelgandan keyin uni solishib ketadi. O'ch yaxshi. Oh my god. Shunaqa qilib koptoni portlatish uchun ishga kirishdik. Oh!